2 kundan keyin, 3 kundan keyin roza bo'ladigan bo'lsa, mana shu Ramazonga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni bilib, bu oyning fazilati haqida xabardor bo'lishimiz kerak bo'ladi. Tahqiq ustingizga Ramazon oyi keldi. Muborak oy. Alloh uning ro'zasini sizlarga farz qildi. Bu oyda jannat eshiklari ochiladi. Jahannam eshiklari berkiladi. Shaytonlar bu oyda bog'lanadi. Unda 1000 oydan afzal bo'lgan bir kecha bor, Qadr kechasi. Mana shunday muborak oyni xayriyatidan kim mahrum bo'lgan bo'lsa, haqiqatan mahrum bo'ldi. Ramazon muborak bo'lsin, birodarlar.